Men Inomov Otabek 2026-yil yanvar oyida Andijon City'da tanishimni Nexia rusumli avtomobili davlat raqam belgisini yechib drift qilganmiz. 60 yillar 130 bir Nexia 2'da u videoni Anda Airlines Instagram sahifamizga qo'yganmiz. U videoni gay xodimlari ko'rib, bizni idoraga chaqirib, bu ishimiz noto'g'riligini tushuntirishdi. O'zimizga yetarli xulosa chiqardik. Yengillashingizni so'raymiz. Men to'xtasini eplov uchun Nexia avtomobil rusumlida Andijon City'ga chiqib drift qilganmiz. Nomerlarini yechib, hali pravaga o'qimaganman, pravam yo'q. Degan ishimizdan tutamiz.